Assalomu alaykum akalar. Berlin Krolni ko'pchiligingiz eshitgansizlar. Endi bitta lehkий tomosha qilib ketamiz. Shuhrat akamning mini fermalari. Mana bu fotozona. Bu yerda mana qanaqa quyonlar bor. Bu yerda asosan karliklar. Karlik strakach, mana Basbrodan birinchi chiqqan gnezdolar bular. O'sha bular yetildi. Sifatni qarang. Maskani, holni, belidagi remenlarni qarang. Bu samets. Mana quloqlari hammasi joyida. Xatot yana bitta samka, golubой rang, karlikli strakach. Mana bitta yana strakachlarimiz bor. Borasizlar. Bu birinchi gnezdo. Xo'p, bu yerda qizil satinimiz bor. Mana qizil satinimizning sametsi. Judayam chiroyli bo'lgan. Ranglari ham tiniq. Boyga mana tikka quloq, mana shuni bolalarni sotib tushirdik. Quloqini qarang, kattaligi. Sifatli qarang. Mana yana strakachamiz, yana bitta samets, bu golubой rang. Mana xatotimizni sametsi bo'ladi, hozir turluvda. Mana Milov split. Basbroda tug'ilgan bu ham. Bu chiroyli narsa. Bu ham mana привозной bolasi. Bu jammi bolasi bu. Golubой chiqqan rangi. Shunaqa narsalar bor Berlin Krolda. Chiroyli narsalar. Ozgina-yu sozgina deydi-yu. Bu yerni ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana Chexiyadan kelgan samets qizi bu. Mana bitta gnezdo bilan hammasi. Boyaga bergan bolalarni tutinglar, vaqti bolaga gap yo'laydi. Mana shu bolani bizvordi. Bolani bizvordi berish. Otasi o'sha chaynab turgan. Yana böyle bitta gnezdo samkalarni hammasini olganlar. Mana yana bittasi. Xudo xolasa 1-2 kunda ko'payadigan bo'lib turibdi bu. Bu yerda gallandimiz. Berlin Krolda mana shu narsalar bor. Karlik strakachlar ham ko'paysa, xudo xolasa bolalari chiqadi. Sifatni qarang, basharani qarang. Men maqtashga arzigulik bo'lsa, narsa bo'lsa maqtaymiz, o'zimizdan o'zimiz maqtab tashlavermaymiz. Prosta ko'rsatib ketamiz agar. Meni ham yoqdi menga. Mana shuni bolalari sotilyapti. Reklamani ko'ringlar, mana shuni bolalarini bosib qo'yinglar. Onasi ham, otasi ham chiroyli ekan. Sog' bo'linglar.